Qadrli Onyx Life obunachilari, kommentariyada so'ragan ekansizlar qanday qilib eshikni o'zini-o'zi qulflashni yoqish va uni o'chirish. Siz даже pult orqali qulflamasangiz ham o'zini-o'zi yoqib o'chirishni so'ragan ekansizlar. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Hop, mashina ochiq holatda bo'lsa, nasoroyki kiras avtomobil rejimiga o'tasiz, lekin birorta nasoroyki ishlamaydi, sababi mashina ochiq. Ya'ni boshqa birov qilib qo'ymasligi uchun buni, ya'ni kalit o'zingizda bo'lishi kerak, haqiqiy egasi o'zgartirishligi uchun. Hop, demak, kalit shu yerda, mashina yonida. O'tagandan keyin, demak, boshdan ko'rsaman, nasoroyki kiramiz, avtomobili degan rejimga o'tib, eng oxirgisidan bitta oldingisini menda yonib turibdi. Ya'ni kalitni olib tushib ketadigan bo'lsam, mashina o'chadi. Mana shu narsani yoqib qo'ysangiz, mashina o'zini-o'zi qulflaydi. Siz ketishingiz bilan где-то 5 sekund oralig'ida o'chirib qo'ysangiz, mashina o'zini-o'zi qulflashni o'chirib qo'yasiz. Ya'ni faqatgina o'zingiz pult orqali qulflaysiz. Demak, yonib turadi, bu yerda все двери turibdi, hamma eshiklarini qulflashligi uchun. Xo'p, bunga qo'shimcha holat bor. Shunisini ham ko'rsatib ketishligim shart deb o'ylayman. Ya'ni bu eng tepadan, ikkinchisi, hop, qanday qilib mashina o'zini-o'zini qulflaganligi haqida ma'lumot berish. Ya'ni siz bilmay qolishingiz mumkin, mashina qulfladimi, yo'qmikan deb shubhalanmasligingiz uchun svet и звуковой signaliga bosib qo'ysangiz, demak, mashina bitta signal choladi, и svet deganda avariyankasi bir marta yonib qoladi. Bo'ldi. Bunisida faqatgina svetovoy signal, mashinani avariyankasi yonadi, lekin signal cholmaydi. Bunisida faqatgina signal choladi, xolos. Ya'ni avariyankasi yonmaydi. Xohishlaringga qarab qilishingiz mumkin. Svet и звуковой signal turgani men uchun yaxshi. Mashina bir marta tet deb signal chalib qo'ysa, demak, bilgan bo'laman, mashina qulfladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar, manfaatli bo'lgan bo'lsa.